Agar implant qo'yilmasa, bular ikkalasi yonga so'rilib, tishlarda oralari ochiladi. Sizda keyinchalik siz oldinda 5 yildan keyin kutyapti tishlaringiz oralari ochilishi, noto'g'ri chaynovingiz, yuz mышцalarini osilishi, bo'g'imlarni noto'g'ri ishlab, ko'p gapirib yoki qattiqroq taom yeganingizda bo'g'imlarda og'riq paydo bo'lishi kutyapti. Implantlar yo'qotilgan tishlarning o'rniga ikkita tish yonida sog'lom bo'lsa, ikkita atrofdagi tishlar sog'lom bo'lsa, bular chaqlanib ketishini oldini olib, implant qo'yiladi. Yoki bo'lmasam, ikkita tishni yonida tish aralanadi-da, bu ikkita tish chaqlanadi-da, ko'priksimon protez qo'yiladi, koronka qo'yiladi. Uni yomon tarafi ikkita yondagi sog' tish chaqlanib ketadi. Agar implant qo'yiladigan bo'lsa, bu tishlar sog'lom holatida qoladi-da, implant qo'yilib, bitta o'ziga yarasha koronka kiygiziladi. 3 oyning ichida o'rnashadi. O'rnashganini rentgen asosida belgilanadi, keyin ustiga koronka qo'yiladi. Agar implant 3 yil ichida tushib qolib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shunda bo'ladi. Bu lekin juda kamdan kam holat bo'ladi. Tushib qoladigan implantlar 3 oyning ichida tushadi-da, keyin уже o'rnashadi. Agar sizga ham bu muolajamiz qiziq bo'lsa, directga implant so'zini yozib qoldiring.